Men jinoyat qildim va qamalishim aniq ekan. Nima deng? MMA jangchilarini trenerini hayotiga xavf solibman. Haqorat qilibman, hayotiga tajovuz qilibman. Oybek Hasanov, tanishing. Hurmatli trener, MMA jangchilarini trener, iltimos, bir qoshiq qonimdan keching. Meni kechiring. Sizni hayotingizga xavf solganim uchun haqorat qilganman lekin addushi kechiring. Iltimos qamalmay. Kelishdikmi? Ha, shuni o'zim bilan gaplashib olsangiz bo'ladi-ku. Nima qilasiz? Yozib, chizib meni chaqirtirishyapti. Hasanov, qo'rqmang, men sizni urmayman. Prosta uyatda siz MMA jangchisiz. Yo'q, umuman teginmayman sizga. Iltimos, addush kechiring. Xo'p?